Oxunjon. Labbayk. Men sizni bir narsaga o'xshatdim. Nimaga o'xshatdingiz? Men sizni dutorga o'xshatdim-da. Dutor bo'lsa nima qilardingiz? Dutor bo'lganingizda rosa tor qilib cholardim-da. Mana sizni o'xshatdim. Nimaga o'xshatdingiz? Qandaga o'xshatdim? Qarnay bo'lsam nima qilardingiz? Shu belingizdan tort teskari tiqib, rosa qiynab cholardim. Oxunjon. Meni teskari qilib cholishingiz shart emas. Agar qarnay bo'lsam, uzun qilib olib teshigini ko'rsangiz, ana shu pastida teshigim bor. Teshigimga labingizni tiqsangiz, o'zim chalinib beraman. Men qaranglar. Juda qiziq askiya bo'lyapti. Lekin Nodir aka, men ham sizni o'xshatdim aka. Ha, men nimaga o'xshatdingiz? Endi sizni aka, men bu katta, men bu uradigan baraban bor-ku. Ana shunga o'xshatdim aka. Rosa o'xshatibsiz-da. Baraban bo'lsam nima qilardingiz? Baraban bo'lganingizda aka, katta futbolni poliyaga bo'lib, baletchiklari o'rtasiga o'tirib olib, yirtilganingizcha urardim aka. Shahzodbek. Men ham sizni bir narsaga o'xshatib qo'ydim. Omon bo'ling, bor bo'ling. Nimaga o'xshatdingiz? Haligi surnay bor-ku. Ana shu, surnayga o'xshatdim. Omon bo'ling. Yaxshi narsaga o'xshatibsiz. Surnay bo'lsa nima qilardingiz? Surnay bo'lsangizmi? Haligi biladi-yu, bilmaydi-yu chalishdi-da. Shularni qo'liga berib, barcha teshigingizdan puflatib chaldirardim. Nodir aka, qarang, bunday kuzatib turibman-da, bu Doston akani jim turganini ko'rib, aytaymi nimaga o'xshatdim aka? Nimaga o'xshatdingiz? Haligi og'iz bilan chaladigan chanqovuz bor-ku. Ana shu chanqovuzga o'xshatdim. Chanqovuz bo'lsa nima qilardingiz? Chanqovuz bo'lganingizda Nodir aka, shu Oxunjonni og'ziga tiqib qo'yib, hamma qo'shiqlarni teskarisiga chaldirardi. Bu Oxunjonni og'ziga hamma narsa tiqavermaylar. Oxunjon qo'lida ham chalishni biladi. Nodir aka, menga farqi yo'q. Meniki gitara. Men jim turibdi deb indamasdan gapiravermaylar. Men sizlarni optimiga o'xshatdim. Nimaga o'xshatdingiz? Nima o'zi? Hammanglarni o'xshatdim, orkestrga o'xshatdim. Orkestr bo'lsa nima bo'lar? Nima qilardingiz? Hammanglarni chizdirib qo'yib olib, ikkita cho'pman bilan o'ngga, chapga qilib tanovarni murojaatni remix qilib chaldirardi. Cho'pingizda kovlar kasdi o'g'il. Dostonbek, qo'ying. Tanovarni tinch qo'ying. Munojotni tinch qo'ying. O'zi ana haligi televizorda chiqyapti, XX. Haligi shlapali bor-ku. X Factor. O'shalar remix qilgani yetadi. O'zimizni milliyligimizdan qo'ymasin.